Jigarlar nima deyapti? Bu so'rovlar boshqacha-yu, a. Bir xalq maza qilsin. Bu xom holati. Razmerimiz nechiga nechi bu so'rimizda? 2,5 ga 3 metr toza qolgan ekan. Oyoqlari o'ta chiroyli holatda. Bir oy ketibdi buni chizmasini chiqarib shu holatga yetkazguncha. Birinchi qo'l mana birinchi so'rimiz yangicha bir ixtirolar ustida ishlanib, shu so'ri chiqibdi oxir mana bir oyda. Jigarlar endi buni bitgan, pishgan holatini ko'rsatamiz. Nima deyapti bu jigarlar? Pishgan holati mana. Ranglariga bir ahamiyat berib qo'yasizlar. Oh. Uni qaranglar so'rini. Bir oy davomida mehnat qilib, yangicha ixtiro, yangicha fasonda, yangicha talqinda, yangicha ko'rinishda so'rimiz tayyor bo'ldi. Naqshlari o'ta chiroyli. Eng chiroyli joyi buni narxida. Narxi $1,5 ming. Dastlabki mutlaqo vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul. Vohaga kelishilgan holatda jo'natib yuboramiz. Oyoqlariga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar buni. Nima deyapti bu? So'rimisan so'ri. Boy akalarimiz tezda aloqaga chiqib qolinglar. Nomerlarimiz ofitsianada bor. Bemalol aloqaga chiqsalang, bundan ham chiroyli so'rlarimizni chiqarib beramiz. Xudo xolasa, yoqqan bo'lsa bitta like bosib o'tib ketishni unutmaysizlar. Oyoqlarimiz yong'oqdan, qolgan joyi sasnadan. Salomat bo'lasizlar.